Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Zohidjon kanalining qadrli obunachilar hamda bizni doimiy kuzatib boruvchi aka-ukalar. Bugun hafta kuniga yakshanba 6-aprel 2025-yil biz Namangan viloyati Chust tumanidagi o'zimiz Chust mol bozoriga yetib keldik va bu yerdan sizlar uchun chiroyli video roliklar tayyorlashga harakat qilamiz. Albatta qo'ldan kelgancha kanalda mehmonlar obuna bo'lib, bir donadan like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada bildirib o'tishini so'rab qolamiz akalar. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa sizlar uchun mehnatda chiroyli video roliklar chiqarishga harakat qilamiz. Soatimiz 6:30 bo'lmasa biz sekin bozorga kirib video roliklarimizni boshlaymiz akalar. Mana qadrli obunachilar, biz xudo xolasa mana shu yerdan semiz, o'ng'ijillar hamda qisir o'ng'ijillar haqida ma'lumotlarni berishni boshlaymiz birinchi bo'lib. Albatta juda ko'pchilik akalarimiz shu semiz yosh o'ng'ijillar haqida ma'lumot bering deyishgan uchun mana shu yerdan birinchi ma'lumotlarni, birinchi video rolikni shu yerdan tayyorlashga qaror qildik. Bo'lmasa bizni qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, obuna bo'lib turasizlar. Biz sekin mana shu yerdan video rolikimizni boshlaymiz akalar. Qo'ldan kelgancha mana bismillahirrohmanirrohim. Tog'a nech pul aytyapsiz buni? O televizorga chiqarmang, men bu yerda emas. Ha, sizni chiqarmayman. Ben beylik var. Nech pul aytyapsiz tog'a buni? Mana akalar, oyor boqilganidan bo'ylari 1.25 atrofida bo'lgan o'rnajinimiz ko'rishingiz mumkin. Nech pul aytyapsiz tog'a? 20 million savdo bo'ldi. Nech pul? 14.200 beradi. 14.200 mana akalar, 20 million narx aytilyapti, 14.200 ming so'm savdosi bo'lyapti. To'yyor. Ko'rishingiz mumkin. Keyingi o'rnajinimizni ko'rsatishni davom ettiramiz akalar. Mana buni bo'ylari 1.20 atrofida o'rnajinimiz. Orqa tomonda. Ha aka. Zohidjonuz, salom alaykum. Ha. Hop, davom ettiramiz unda. Bo'ldi. Nech pul aytyapsiz aka buni? 16 beramiz. 16 million savdo bo'ldimi aka? 12 dan o'tdi. Mana akalar, 16 million so'm aytilyapti. 12 dan ozgina qo'shildi deyishyapti mana. Bo'ylari 1.20 atrofida o'rnajinimiz ko'rishingiz mumkin mana. Bu ham ozgina boqilgan variantda. Ko'rishingiz mumkin. Mana oldilaridan ko'rinishlari. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Hop, mana keyingi mana o'rnajinimiz shved. Bo'ylari 1.25 atrofida. Nech pul aytyapsiz aka? 12 million. Savdosi bo'lyapti. 12 million 700 ming so'm mana akalar. Savdosi bo'lyapti. Yosh o'rnajinimiz hali. Bo'ylari 1.20 atrofida. Mana orqa tomonlardan ham bir ko'rishlarni ko'rsatib qo'yamiz hozir mana. Mana akalar oyoqlari. Mana shu yerda mana savdosi bo'lyapti aka. Hop, mana shu yer hamma bugun bozorimizda molga antisirop akalar. Shuning uchun qo'ldan kelgancha hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Ma'lumot berganda olamiz, bermaganda iloji yo'q akalar. To'g'ri tushunasizlar. Keyingi o'rnajinimiz bo'ylari 1.30 atrofida ola. Bu ham boqilgan ozgina. Ko'rishingiz mumkin. Hozir buni ham egalaridan ma'lumot olamiz. Aka nech pul aytyapsiz buni? 17 million. Savdo bo'ldimi aka? 15.5. 15.5 mana akalar. Akamiz 17 million narx aytdi, 15 million savdosi bo'pti, hali berilmadi. Lekin bo'y bastlari juda baland. 1.30 bemalol chiqadi. Davom ettiramiz. Keyingi o'rnajinimizni ko'rsatishga mana shu yerda mana savdolar juda bir avjida bo'lyapti mana. Bo'ylari 1.35 bemalol chiqadi. Nech pul bo'lyapti aka savdosi? 15.5. Mana aka 15.5 million so'm mana shu yerda savdosi bo'lyapti. Biz ko'rishingiz mumkin. Bo'ylari juda baland. 1.35 ham bemalol chiqadi akalar. Hop, biz unda davom ettiramiz. Keyingi o'rnajinimizni. Mana. Keyingi o'rnajinimizning bo'ylari 1.20 atrofida. Hozir narxlarni egalaridan ma'lumot olib. Aka nech pul aytyapsiz bunga? 13.5 million so'm savdosi bo'pti aka. Mana. 13.5 million so'm savdosi bo'pti. Mana
Keyingi o'yinchilarimiz bular ham boqilgan variantlardan. Bo'ylari 1.25, 1.30 ga qiynaladi, lekin 1.25 bemalol chiqadi. Nech pul aytyapsiz aka bularni? 20 dan 40 kam bo'ldi. 20 dan 40 kam. Savdosi million qilishdi. 31 million savdosi bo'ldi. Kuragin yorgan bularga? Yo'q. Kuragin yormagan. Mana gara 31 million so'm, 15,5 million so'mdan savdosi bo'libdi. Hali berilmabdi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bo'ylari 1.25 dan baland ekan. Xo'p, mana keyingi o'yinchilarimiz ko'rsatamiz. Keyingisini mana bo'ylari 1.25 ekan. Nech pul aytyapsiz aka buni? 18 million deyapti. Savdo bo'ldimi aka? 14,5 savdo. 18 million so'mlar aytyaptilar akamiz. 14,5 million so'm savdosi bo'libdi akalar. Mana ko'rishingiz mumkin. 8 ga Qo'ldan kelgancha endi bundan buyog'i sal odam ko'payyapti, shuning uchun qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilamiz. Keyingi o'yinchilarimiz bo'ylari 1.20 atrofida. Nech pul aytyapsiz aka? 14 million so'mdan qaytilyapti. Savdosi bo'ldimi aka? Nech pul? 1 million 800 ming so'm savdosi bo'ldi. Mana shu o'yinchilarimiz bo'ylari 1.20 atrofida. Yosh. Mana keling. Ko'rishingiz mumkin. Biz davom ettiramiz bunda o'yinchilardan sekin ma'lumot berganini olib, mana keyingi o'yinchilarimiz bo'ylari 1.25 Filista. Aka nech pul aytyapsiz bularga? 26 million savdosi bo'ldimi? Nech pul? Savdo 26 million. Mana yana 26 million so'm savdosi bo'libdi mana shu ikkita o'yinchilarimizda. Bo'ylari 1.30 dan baland. Buniki 1.30 mana shu ko'rsatayotganimga bemalol chiqadi, erkiniki ozgina qiynalishi mumkin. 13 million so'mga 26 ga berilmoqda. Keyingi o'yinchilarimizni ko'rsatamiz akalar mana. Ola variantidan. Buni ham bo'ylari 1.20 atrofida. Nech pul aytyapsiz buni? Savdo bo'ldimi? Nech pul? 14 million narx aytilyapti, 11,5 million savdosi bo'ldi bu akalar. Ko'rishingiz mumkin. Buni old tomondan ko'rinishlari. Keyingi o'yinchilarimizni ko'rsatamiz. Mana ular bo'ylari 1.15, 1.20 atrofida. Hozir bularni ham narxlarini so'rab. Nech pul aytyapsiz aka bularga? 28. Savdo bo'ldimi? Nech pul deysiz? 10-11 savdosi bo'lyapti. Mana kela 10-11 shunaqa atrofida savdolari bo'lyapti o'yinchilarimizni. Bo'ylari 1.20, 1.18 shunaqa atrofida o'yinchilar. Hop, keyingi o'yinchilarimizni ko'rsatamiz. Mana semizdan ko'rsataylik qo'ldan kelgancha. Mana keyingisi ko'rishingiz mumkin. Bo'ylari 1.25 atrofida. Aka nech pul aytyapsiz buni? 16 million savdosi bo'ldimi? Nech pul? 16 million narx aytyapti akamiz, 13 million 300 ming so'mga savdosi bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Mana semiz variantida. Bo'ylari 1.25 dan baland ekan. Hop, o'yinchilarni ko'rsatishga davom ettiramiz. Sizlarmi? O'yinchilarimiz Shuni ham olib qo'ying videoga. olindimi? Sotiladi. Nech pul aka? 98 so'rayapti. 9 million 800 bermadingiz. Mana kela bo'ylari 1.10 atrofidagi semiz bo'lgan o'yinchilarimiz 9 million 800 ming so'm savdosi bo'ldi. Ko'rinishlari. Qani bunisi davom ettiramiz biz. Sekin qo'ldan kelgancha. Mana kela bo'ylari 1.15 atrofidagi o'yinchilarimiz. Nech pul aytyapsiz bular aka? Savdosi bo'ldimi? 11 milliondan bering deyishyapti mana. Nech pulgacha bo'ldi aka savdo? Agar sir bo'lmasa. 10dan so'rayapti. 10dan so'raysiz. 10 million so'mdan savdosi bo'pti akalar. Berilmoqda mana. Pul pul aka. Bo'lar aka. bozor pul. Mana keyingi o'yinimiz 25 atrofida mol qilaman deganlar uchun. Nech pul aytyapsiz aka buni? 15. Savdo bo'ldimi? 12,8.
15 milyon so'm narxi aytilyapti aka mana. 12 milyon 800 ming so'm savdosi bo'lib berildi. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Mana oldidan ko'rinishlari. Keyingisini ko'rsatamiz aka. Keyingi o'najimiz bo'ylari 1.15 atrofida. Hech pul aytyapsiz og'a bunga? Bu 12 kam bozor. Savdo bo'ldimi? 97, 9 milyon 700 ming so'm savdosi bo'pti akalar mana. 12 milyon kami bor narx aytyaptilar, lekin 9 milyon 700 ming so'm savdosi bo'pti so'ramoqdamiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Bo'ylari 1.15 dan ozgina balandroq. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beramiz. Keyingi mana yosh o'nachilardan davom ettiramiz. Mana shu yerda ikkita bor ekan. Nech pul aytyapsiz aka bularga? 25 savdosi bo'ldimi? 25 million mana narx aytilyapti. 21 million mana shu ikkalasiga savdo bo'pti akalar. Mana qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Svetni bo'ylari 1.10, bu qorasini bo'ylari 1.15 atrofidagi o'nachilarimiz mana. Bundan kelgancha ma'lumotlarni olib sizlarga berishga harakat qilamiz. Keyingi o'najimizni ko'rsatamiz. Mana bo'ylari 1.15 atrofida. Nech pul aytyapsiz aka buni? Savdo bo'ldimi? Nech pul? 10 million, 15 million so'm narxi aytilyapti. Bu nech pul bo'ldi bu? 40 million 200 bo'ldi ushtasi. Nechi? 40 million 200. 40 million 200 ming so'm mana shu ushtasi bo'pti akalar mana. 10 million so'm savdosi bo'lib berilmoqda mana shu o'najimiz. Mana bo'ylari 1.15 atrofida mana. Ko'rishinglar mumkin. Keyingi o'najimizni ko'rsatamiz. Ola variantidan. Nech pul aytyapsiz aka buni? Nech pul aytyapsiz? Sotilishimi? Ha. Savdo bo'ldimi aka? Nech? 9 million mana aka. 15 million narx aytilyapti. 9 million so'm savdosi bo'libdi shu o'najimizni. Bo'ylari 1.15 atrofida o'najimiz mana. Bundan kelgancha ko'rsatamiz. Mana. Bu sal kengroq ekan, shuning uchun aylantirib ko'rsatib beryapmiz. Mana shu holat 9 million so'm savdosi bo'libdi. Bo'ylari 1.15 atrofidagi o'najimiz. Bo'lmasa davom ettiramiz mana shu tomon. Hammasi o'nachi akalar. Shularni qo'ldan kelgancha hozir ma'lumot bergan olib sizlarga taqdim etamiz. Mana shu savdosi. Va qaysinga savdo bo'lyapti aka? Shungami? Shunga. Nech pul? 22 million 600 ming. 22 million 600 ming so'm mana shu ikkoviga savdo bo'lyapti ekan mana. Savdo bo'lgan joylaridan birov Shvetni bo'yi birov 20 chiqib qoladi, 12 birov 15 atrofida ekan mana. Mana ekan. Har topa to'g'ri bo'ldi. Rozimisiz? Hey. Nizomjon. Hey. Javobingiz shuncha. Hey Nizomjon. Hech managa. Mana chaqirib keldi mana. Hozir barakali turimiz aka bo'lsa mana olib ketamiz deb. Hamma shu yerda mana olganlar uchun. Hey Nizomjon. Obaga savdosi pishmadi mana. Pishganini ko'rsatib berib berdik. Davom ettiramiz bunda. Nech pul aytyapsiz aka buni? 2 million so'm mana aka bo'ylari 1.15 atrofidagi shvetimiz. Taraf. Mana holatlari ko'rishinglar mumkin. Savdosi bo'ldimi aka? 92 bo'lyapti. 9 million 200 ming. Mana ko'rishinglar mumkin. 9 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti. Bu Qirg'izistonmi aka? Ha, Qirg'iziston. Mana aka. Qirg'iziston o'rajinlardan so'raganlar, bir qiziqqanlar, narx-navosini bilmoqchi bo'lganligi. Zohidjon o'z aka. Mana hali ham shu yerda savdo bo'lyapti, hali bitkani. Keyingi o'nachilarimiz bo'ylari bir o'n atrofida bo'lgan mana ikkita o'nachimiz holatlari yaxshi. Nima deydi? Juda semiz ham emas. O'tdan ozgina qisqa. Nech pul aytyapsiz aka bularga? Nech pulni aytyapsiz? Savdo bo'ldimi? 10 million so'mdan kami bor ekan. Mana hali savdo bo'lmabdi. Mana akamiz shunaqa deyapti. 10 million so'mdan kami bor. Mana hozir holatlardan ko'rinishlari.
hali yosh buzovlar. Hali kuragini ham yormabdi mana. Keyingi o'najilarni ko'rsatishni davom etamiz. Sog'an nech pul aytyapsiz buni? Nech pul aytyapsiz? Yo'q, da shu vaqtda Siz olmayman, mol aytibsiz molni. molda 93 ga berildi. 9 million 300 mingga berilmoqda mana akalar, bo'ylari 1.15 atrofidagi. Mana holatlari qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Mana omadyapti. Mana shu yerda savdo bo'lyapti ekan, shuni ham bitta ko'rsatib ketaman. Qaysiga savdo bo'lyapti aka? Nech pul? 10 million kam bor deyapman. 92 beryaptilar mana. 10 million kam bor, 9 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Bo'ylari 1.15 atrofida. Hop, davom ettiramiz biz. Mana shu yerda ikkita yana o'g'il-o'g'illarimiz bor ekan, bo'ylari 1.15 atrofida bo'lgan. Nech pul aytyapsizlar bularga? Buni 23. 23 19 ikkovi 9 million so'm savdosi bo'ldi ekan mana 9,5 bo'ylari 1.10 atrofidagi o'g'illarimiz. Hop, davom ettiramiz. Unda biz mana shu yoshroq tomonga o'tganmiz sekin. Bu taraf hammasi yosh. Nech pul aytyapsiz bunga aka? 10 million deymiz. Savdosi bo'ldimi? 9.2. 10 million so'm akamiz narx aytyaptilar mana shuni mana. 9 million 200 ming so'm savdosi bo'ldi. 1.15 atrofida bo'yi. Bunisi-chi aka? 10 million. Savdo bo'ldimi? Nech pul? 8 million 100 ming bunisi savdosi bo'ldi. Yana mana 10 million bunga ham narx aytyapti, 10 million bunga ham narx aytyapti. 9 million bunisi, 8 million 100 ming bunisi savdo bo'ldi. Hop, davom ettiramiz. Lekin siz Keyingi o'rnimiz ko'rishingiz mumkin. Bo'ylari 1.10 atrofida savdosi bo'lyapti. mendan boshqa odam bo'lgan beradi. Men savdogarman deb aytayapman. Nech pul bo'lyapti aka savdosi? 8 million 100 ming so'm aka mana shu savdosi bo'lyapti mana. Bo'ylari 1.10 atrofida o'rnatilgan. 800 birov olsa 200 ming foyda qilaman. Bundan ham yoshroq variantlardan. Nech pul aytyapsiz aka bunga? 7,5 so'rayapti. 7,5 savdosi bo'ldi, bermadingiz. Bor 13,5 bo'ldi. 7,5 savdo qilyapti. 7,5 savdosi bo'ldi ekan, mana 1.10 atrofida berilmayapti. Mana buni oldi. Ochiqcha o'ynaydi. Ha, uni Xudo barakasini bersin. Akangiz. Qaysinga savdo bo'lyapti? Ikkalasiga ham nech pul? 13,5 bo'lyapti. 13,5 million so'm mana akalar. Mana shu ikkoviga savdo bo'lyapti. Bo'ylari 1 metr atrofidagi holatlari juda bir semiz emas, o'rta holatda mana savdosi bo'lyapti 13,5 million so'm. Hop, biz davom ettiramiz. Mana undan ham yoshroq variantlaridan. Mana shu yerda savdo bo'layotgan ekan, shuni ko'rsatib ketamiz. Akalar nech pul bo'lyapti savdosi? 15 million ikkalasi. Bo'ylari 1.10 atrofidagi 10 jillarimiz 15 million so'm mana shu yerda savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Mana. Old tomondan ko'rinishlari. 1.10 atrofidagi 10 jillarimiz. Keyingisi mana. 10 jillarimiz bo'yi 1.20 bemalol chiqadi aka-da. Nech pul aytyapsiz aka buni? Nech pul aytyapsiz aka? Qancha aytyapsiz aka? 14 Savdosi bo'ldimi? Nech pul? 14 million akamiz narx aytyapti. 9 million 800 ming so'm mana savdosi. Ular 1.20 chiqadi aka mana. Lekin oliroq variantlar ekan. O'qadigan. Laykdan bosinlar, laykdan. 9 million 800 ming so'm. Keyingi o'najinimiz ko'rsatamiz akalar. Bo'ylari 1.15 atrofida. Nech pul aytyapsiz aka? 6 million? 10 million. Ha, 10 million savdosi bo'ldimi? Nech pul? 7,5. Mana 10 million narx aytilyapti. 7,5 million so'm savdosi bo'ldi akalar. Mana holatlarni ko'rishingiz mumkin. O'roq variantlar ekan bu ham. O, mana undan ham yoshroq variantlardan davom ettiramiz. Nech pul aytyapsiz aka? 16,5 savdo bo'ldimi? Nech pul? 15.300 ming mana bo'ylari 1.10 atrofidagi onajilarimiz. Mana holatlari. Mana qo'l ko'taryapman. Qaydasiz mana? Oy.
bir o'g'in atrofida chiqib qoladi aka mana. Nech pul aytyapsiz aka bunga? 10 kami bor. Savdo bo'ldimi? 10 million so'm kami bor, 9 million savdosi bu qo'ylari bir o'g'in atrofidagi o'naji. Mana holatlari 9.5 bo'lsa beraveramiz deyishyapti. Davom ettiramiz. Bundan boshqa variantlaridan. Nech pul berdingiz aka? 81. 8 million 100 ming so'm akamiz beribdi. Berilmayapti. Davom ettiramiz. Bundan yoshroq variantlaridan. Bo'ylari 1 metr atrofida. Nech pul aytyapsiz aka bularga? Savdo bo'ldimi? Nech pul? 17 million kami bor, 14,5 million so'm ikkalasiga savdosi. Tomonda holatlari. Mana shu yerda mana savdo bo'lyapti shunga. Nech pul berdi so'g'a? Aka, nima demam, yaxshi niyat qildim. Xo'p, shunga aytdim, foyda qilsa sotaman deyapman. Ustiga chiqqaniga sotaman. Barakani. Qarolar. Nech pulga bo'ldi aka? Mana aka 7 million 300 ming so'mga baraka. Bo'ylari 1 metr atrofidagi. 7 million 300 ming so'm. Sizdan bular? Nechta? Mana hammasi. 7 ta mana akamizning o'naji bor ekan. Bo'ylari 5 1 metrdan biri o'sha 10 gacha ekan akalar. Mana biri 10 gacha, 1 metrdan biri 10 gacha. Narxlarini bir aytib oling aka bilan. Aka, 8 million optomiga kami bor. 8 million so'mdan optimga kami bor ekan. Mana hozir old tomondan ham ko'rinishlar. Old tomondan ko'rinishlari mana. Hammasi sog'lom akalar mana. Birortasini bunni oqqan yo boshqa bo'lgan joylari yo'q. Hammasi sog'lom. Tagi serob. Holatlari mana. Tagi nomeri ayting shundagi. 93lik 139 139 18 18 85. 85. Telefon qilsa ish bitadi. Mana akalar, optimiga hozir 7 tasini nech puldan dedi? 8 million. 8 milliondan mana dastlabkigacha yetkazib berish ham mana bo'ladan ekan. Mana akalar telefon qilib, agar narx-navosini kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqishingiz mumkin. Yana qiziq bo'lsa bularni uyda yana serab qo'ygan akalar. Mana o'sha akalar. Bozoringiz bersin aka. Hop, davom ettiramiz. Keyingi o'najanimiz mana shu qatorida 1 metr atrofida. Nech pul bo'lyapti akalar savdosi? Nech pul aytyapsiz? 10 million so'm. Mana aka 10 million so'm aytyapti hali savdosi bo'lmadi. Bozoringlar bersin aka. Hop, davom ettiramiz. Keyingi o'najanimiz. Aya Bahriddin aka. Nech pul aytyapsiz buni? Nech pul? 9 savdo bo'ldi. Nech pul? 7 million. Mana 9 million so'm. Narx aytilyapti, 7 million so'm savdosi bo'ldi. Mana akalar bo'ylari 5 atrofidagi o'najanimiz. Holatlari yaxshi. Hop, davom ettiramiz. Sog'a nech pul aytyapsiz? Shumi egasi? Buni egasi yo'q ekan. Hop, davom ettiramiz unda. Yoshlaridan ko'rsatishga. Nech pul aytyapsiz aka bularga? 8 deyapti. 8 million so'm, bo'ylari 90 sm atrofida. Unisigacha? 9. Bo'ylari chiqib qolsa 1 metr chiqadi aka. Savdo bo'ldimi aka bularga? Nech pul? 7,5 million manasiga. Ungacha? Bunga 7 million so'm savdosi bo'ldi aka. Bundan kelgancha mana borini ko'rsatamiz. Bu taraf hammasi yosh shunaqangi. 1 oylik, 5 oylik. O'najalar. Nech pul aytyapsiz tog'alar? 8 yapti.
Savdo bo'ldimi? 8 million so'mdan narxi 6 million so'mdan savdosi bo'ldi. Bo'ylari 1 metr atrofida bo'lgan. Buni qisman holatlari. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib ketamiz. Bu taraf bitta olib qo'ying, ashigit. hozir necha bo'lyapti aka savdosi? 8 million deyman, kami bor. 8 million. Nechmi beryapsiz? 8 million so'm kami bor, mana shu yerda savdo bo'lyapti. Hali qizigani yo'q. Xo'p, davom ettiramiz. Necha pul deyapsiz buni aka? 6 million kami bor deyapsiz aka. Savdo bo'ldimi? 1,5 million savdo. 6 million kam bor, 4,5 million savdosi bo'pti aka. Mana necha oylik bu aka? 3 oylik. 3 oylik. Mana. Onatlari. Necha pul bo'lyapti aka? Barakasi. Necha pul? 2 kam 7 million. Mana qorasiga o'ylari 1 metr atrofida 2 kam 7 million, 6 million 8 million berilmaydi. Vereyim mi o zaman? 100 milyon ötü vereyim kursanmışsın. 100 milyon ötü vereyim. 6 milyon 9 milyon so'mga chiqdi akalar. Akamiz qo'ydi shu 7 million chiqdi. Qancha bor milyon? Xo'p, davom ettiramiz. Mana sut endi enasidan ajraganlardan so'raganlarga. Necha pul aytyapsiz aka buni? 7 million 700 ming savdosi bo'lyapti. 2 oylik bo'ldi. 7 million 700 ming savdosi bo'lyapti. Onachimmi? Novoscha. Novoscha ekan. 7 million 700 ming so'm berilmayapti. O'ylari 80 santim atrofida. Necha pul aytyapsiz aka buni? 7 milliondan oshdi. Savdosi 7 milliondan oshdi. Necha kamida beramiz? 8 ozgina kamida beramiz degan. 70-80 atrofida. Necha oylik bu aka? To'g'ri oylik. Ozgina sutdan qolgan ekan aka. Yana holatda. Allah barakasini bersin. 7 million 800 ming so'm baraka bo'ldi akalar. Barakasiz bo'lsin. Xo'p, davom ettiramiz. Necha pul aytyapsiz bularga? 7 6 million bu kichkinasi. Mana akalar. 8 million o'rtadagi. Ikkalasi 8 dan savdosi bo'ldi. Bermadingiz. Mana akalar. O'ylari 80-90 santimetr atrofidagi. Hammasi o'najimmi? Novvos. Hammasi novvos. Ha, ichrasidagi hammasi novvos ekan. Bu taraf endi novvos taraflar ekan. Hammasi novvos ekan. O'shaning uchun narxi qimmatroq ekan bu tarafda.